psixologlarni eshitganimizda insonlarning hayotini ijobiy tarafga emas, ayrim paytlarda salbiy tarafga o'zgarishga juda ham ko'plab sababchi bo'lishyapti-da. Mana shunday holatlarda insonlar kimga murojaat qilish kerak, nima qilish kerak? Avvalambor o'sha psixolog bilan maslahatchini ajratib olish kerak-da. To'g'ri, bizga endi psixologiya juda rivojlanmadi hali bizda. Sekin-sekin kirib kelyapti. Bizda insonlarda shunaqa ongida shunaqa stereotiplar paydo bo'lib qolganki, psixolog bu psixlar bilan ishlaydigan bir odam degan ma'no narsa paydo bo'lib qolganda ularda. Psixologga kelishga ular hali onga yetib bormadi. Qo'pol bo'lsa ham tan olishimiz kerak, hamma o'sha inson jamiyatimizdagi hamma inson ham onga to'liq shakllanib ulgurmadi. O'sha balki o'zini ichki sirini kimgadir aytishga haddi sig'mas. Bizda shunday bo'lgan-ku, bizning qadriyatimiz shunday. Biz uydagi narsani ko'chaga olib chiqmaymiz. Juda bo'lsa, bizga oldin psixolog kim bo'lgan? Agar ishonsak, onamiz yoki onam siqilmasinlar deydigan bo'lsangiz, opasi bo'lsa opasi, xolasini qizi, yaqin dugonasi, ko'ngli ko'tarsa xolasi. Bizning psixologlarimiz shu bo'lgan, to'g'rimi? Shu kunga qadar, toki psixologiya fani bizda ommalashguniga qadar. Mana shu narsani o'zida saqlab, demak, begona insonni o'ziga sirdosh bila olmagani uchun shundaydir. Yoki boshqa bir omillari ham bormikan? Yo'q, hozir begona insonni o'ziga yaqin ola olmasligi, masalan, o'sha siz aytgandek ota-onamiz yoki bo'lmasa singlimiz, bir yaqin dugonamiz, sirdoshimiz bo'lgan. O'zimizni dardimizni ham, g'amimizni ham bemalol ayta olganmiz. Hozir o'sha insonni psixologga borishi uchun ham qaysidir bir ijtimoiylashuv jarayonidagi insonlar ham ta'sir ko'rsatib qo'yapti-da. Kerak bo'lsa ota-ona ham. Shunaqangi holatlar yuz beryaptiki, qizlarni dardini, misol uchun, onalar eshita olmayapti. Buni ham asl sababi ularni ham ongiga hali psixologiya to'liq yetib bormaganidan. Endi hozir odamlarimiz aldanib qolgani qo'shtirnoq ichidagi o'sha maslahatchi psixologlar, ya'ni oliy ma'lumotga ega bo'lmagan psixologlar. Masalan, odamda shunaqangi xarakter degan narsa bor-da, temperament degan tiplarimiz bor. Kimdir sangvinik, kimdir xolerik, kimdir boshqa. Masalan, meni hayotimda bo'lgan narsani, o'sha tajribamdan o'tkazgan narsam, misol uchun, meni temperamentimda, meni xarakterimda hal bo'lar yaxshilikka, balkim boshqa mijoz menga keladigan bo'lsa, men unga tajribamdan kelib chiqib maslahat beradigan bo'lsam, buni xarakteri boshqacha, buni temperamenti boshqacha, buni hayotida umuman boshqacha o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Psixolog esa ham nazariy bilimlar, ham amaliy bilimlarni bosib o'tgan, o'rgangan bo'lishi lozimda. Hozir bizda o'sha chalg'ib qolayotgan, insonlarimizni chalg'ib qolayotgan narsa o'sha chala savod, qo'pol qilib aytganda, o'sha maslahatchi psixologlarga, balkim ular narxozdan chiqqan, balkim u biznesdan chiqqan yoki bir oddiy bir boshqa yo'nalishdagi o'qituvchilikdan, psixologman, shunaqangi holatlarga duch kelganmanki, o'zi 3 oylik, 4 oylik kursda o'qimoqda, lekin o'sha nima biznes boshlashga ulgurgan insonlarni ko'rganman-da. Instagram akkaunt ochgan, Telegram akkaunt ochgan, men sizni Mamunchada boyitib yuboraman, 5000 ta, 6000 ta. Biznes sifatida ko'rishib, 5000 ta oilaga yordam berganman. Aslida kechirib qo'yasiz, u hali bironta bir mijoz ko'rib, oliy ta'limdagi o'sha nazariy, amaliy bilimlarni hali egallab o'tmagan. Shu jarayon. Biz to'g'ri, insonlarning tashqi ko'rinishiga qarab baho berib o'rganganmiz. Ayrim psixologlarni hattoki tashqi ko'rinishi mana shu nima talab me'yorlariga deylik, yo'q, axloq me'yorlariga javob bermaydi-da. O'zi ko'rinishidan ma'lum deb o'ylaysiz, to'g'ri, balkim ichida yaxshi insondir. Uni pardoz andozi, kiyim-kechagidan qarab aytasiz, bu o'zi asli qanday ekan? Buni o'zi shaxsiy hayoti qanday ekan? Firibgar emasmikan? Hammani oilasini yarashtirib yoki kimnidir boy qilib yuboradigan, ya'ni kimnidir hayotini iziga solib beradigan darajada o'zi qanday bir sharoitda yashar ekan degan bir fikrga borasiz. Aslida chuqurroq boradigan bo'lsangiz, mana shu turmush o'rtog'ingiz deb boshlaydiganlarni ko'pchiligi asli turmushi bo'lmagan. Shunchalik yaxshi ekan, shunchalik hamma narsani bilar ekan, nega o'zi turmush o'rtog'i bilan yashamayapti degan fikr. Bu bo'lishi tabiiy.
to'g'rimi? Aynan. Aslida haqiqiy malakali psixolog o'zini hayotidan tajriba qilib qaysidir mijozni yo'naltirmaydi. Ma'lum bir yo'nalishga mana bu yo'nalishdan yuring yoki mana bu muammoingizni yechimi mana bu yo'nalishda o'ngga yuring, chapga yuring deb o'zini tajribasidan kelib chiqqan holatda hech qanaqangi bir yo'nalish ko'rsatmaydi. Ana shundan insonlarimiz haqiqiy psixolog qaysi? Anaqa maslahatchi psixolog qaysi ajratib olishlari mumkin. Hech qachon o'sha ta'kidlayman yana haqiqiy malakali psixolog o'z tajribasidan mani hayotimda mana bunaqa bo'luvdi, men mana bunaqa qilganman deyishga umuman haqqi yo'q psixologiyada. Men sizga bir narsa aytmoqchiman-da, mana sizni gapingizdan kelib chiqib. Mana aytaylik bir supermarket bor, supermarketda 1000 ta tovar bor. Aytaylik 50 ta sir bor, 50 ta xil sariyog' bor. Siz borasizda o'zingiz bilganini olasiz. Shu bilganini olguningizcha qancha marta adashdingiz? Necha marta boshqachalarni olib ko'rdingiz? Xuddi biz ko'rasizda, xuddi biz shunaqa etapdamiz hozir. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, biz mana shu etapdan o'tishimiz kerak. Ya'ni xalq bir marta og'zi kuyib, bir marta o'sha kerak emas ekan menga bu soha deyish etapidan o'tishimiz kerak. Menga men 30 ta kitob muallifiman va oxirgi paytda shunaqa xulosaga keldimki, men psixologlarga kelinglar kitob yozamiz degim keldi. Nimaga? O'shaning ichida haqiqiy psixologlar chiqsagina, o'z kitobini taqdim eta bilsagina, kitobini ichiga mundoq bir xalq bir qarab turib, nima deyam bor-ku, sariyog'da ham ichida suvi 2 gram, ishlab chiqarilgan joyi Gollandiya. O'shanaqa kitob chiqarib, o'zini kimligini aytib, mana professor unvonidalar 30 yilmi, 45 yilmi, necha yildan beri nechta qo'llaridan shogird chiqqan masalanda. To'g'ri, yangiliklar qaysidir mumkin emasdir, o'sha o'qitish sistemasiga kiritilmagandir yoki men buni xohlayman, o'zgartira olmaymandirlar, lekin bazaviy obrazovание deganda bazani juda ham kuchli bilib, mana shu bazani ustida endi karyerangni qo'yasan deb yo'nalishga berib yuboradigan baza obrazovание, bakalavr, magistratura hammasi xalqqa kerak va xalq uchun bu qizil chiroq bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda bakalavring bormi? Qaysi yo'nalishda? Ha, men narxozda o'qiganman, bilasizmi? Narxozda eng kuchli psixolog bizga dars o'tgan. Yo'q. Bu gap noto'g'ri, yolg'on bu gap. 5 oy o'qiganman. Men 5 oy o'qiganman. 3 oy o'qidim. Yoki rasmlarda bir chet elga borib, qaysi psixologlar bilan, motivatorlar bilan rasmga